Hop, oyoq kiyim sotaman, foyda qilaman deganlar diqqatiga. Bizda yangilik bor. Hop, firmangiz nomi nima edi? Patriot. Patriot degan sexga kelganman. Hop, savdo qilaman, biznes qilaman deganlar uchun oyoq kiyimlar bor ekan. Ko'rishlaring mumkin. Bu padoji quyma, voyenniylar uchun, hop, qurilish mehnat qiladigan akalarimiz uchun juda qulay bo'lgan oyoq kiyimlar. Buni assortimentlari katta ekan. Mana bu tomondan ko'rsating. Mana sklatlar ko'rib turibsizlar. Mana o'zini ishlab chiqarilgan joyidan ko'rsatyapman. Sizlarga ishonarli bo'lishi uchun ko'rishlaring mumkin. Padojlari quyma. Bundan tashqari mana bog'li, yengil oyoq kiyimlar ham bor ekan. Ko'rib turibsizlar mana. Buni ham padojlari quyma. Sariq slitlari ham bor ekan mana. Ko'rishlaring mumkin. Bundan tashqari mana keling. Bunaqangi adnatomisi ham bor ekan. Past sariq emas, qorani o'zidan chiqarilgani ham bor ekan. Hop, bundan tashqari yana. Katta assortimentda ekan. 1000 ta oladimi, 2000 ta oladimi? Telefon qilaverasizlar. Telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. O'zimiz ham telefon raqamimizni yozib qo'yamiz. Murojaat qilishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin. Endi misol sizlarga qiziq bo'ladi-da, baribir ichlariga alohida kellamaydigan setkalarni qo'ygan. Ko'rishlaring mumkin. Ichlarini ham mana shtrabali mana misolida ko'rsatib bersam, alohida tikilgan. Buni ham quyishdan oldin tikib qo'yilgan buni. Mana pastda padoji ko'chmasligi uchun, mana patayi ko'chmasligi uchun alohida qilingan. Pataylarini ham kileylab qo'yilgan. Bunga kileylagan ichidagi holatiga. Undan tashqari padoji polivertan padoj. Buni uchiga yelim qo'yilgan, yengil bo'lishi uchun. Oyoq kiyimni yengil bo'lishi uchun qilingan. O'sha qurilishlarda ham qiynamaydigan, uchiga narsa tashlab ketsa, ishtima bo'lmaydigan. Bu bitta narsa bor yana. Temir qo'ysa ham bo'lar ekan. Zakaz qilsalaring, zakazlaringga qarab, uchiga temir qo'yib ham quyib berishaverar ekan. Padoji polivertan padojdan foydalangan. Polivertan padoj narigi padojlarga nisbatan yengilroq. Bir krossovkani vaznida chiqadigan sapoy bo'lib chiqqan bu. Mana poshnalari uzun, alohida mana teri bag'iga sarflagan bo'lsa, bag'iga materialni qilgan. Suv o'tmaydigan, chiroyli bir holatda qilgan. Pistonlarini ham alohida qoqqanki, zanglamaydigan, chiqib ketmaydigan pistonlardan foydalanilgan. Xo'p, undan tashqari qora mana bu tarafga ham. Mana alohidadan ikkitali qilib quygan. Mana issiqlikka chidamli, o'sha bir miqqa, tig'li narsalarga chidamli qilib, o'sha baquvvat qilib, bardoshli qilib chiqarilgan ekan. Voyenniy akalarimiz uchun ham juda yaxshi bo'ladi, foydalanaman. Bu yerdan olib sotaman deganlar uchun, Qozog'istonga, Qirg'izistonga o'tkazaman degan odamlar uchun mana shu narsani aytyapmiz. Telefon raqamlarini yana bir qator eslatib o'tyapman. Yozib qo'yaman, telefon raqamlarini ustiga, ekranning ustiga yozib qo'yaman, ko'rishlaring mumkin. Telefon qilinglar, bizni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.